yashil dunyodagi ilk qaldiquvchilardan birinchi ikkinchi sinfdan chiqadimiz. Haqiqiy winnerlardan bittasi Bahromjon bo'ladilar. Hamma o'quv markazlariga borib ko'rganman va ma'qul shu bo'lgan, universitet akademik bo'lgan. Grammatika kursi haqida gaplashaylik. To'g'risini aytsam, qanaqadir perfeksionist bo'lganman. O'sha writing qismida va reading qismida juda ko'p qiynalishadi. To'g'risini aytsam, menda umuman teskarisi bo'lgan hammasini. Ketishiga. Ya'ni bizning menda kuchli bo'lgan. Ko'p o'quvchilar qiladigan xatolardan bittasi aynan spelling. Sirazi qo'rquv boshlangan. Ustoz aytgan, 2 yildan beri to'yga bordim. olg'a borish, winner bo'lish. Yangi yildan darsga o'tirdim. Bahromning yetgan natijasi shunchaki omad emas, Shunchaki o'zimni ingliz tiliga expose qilganman. partiya muhim. Siz aytgan qilinglar, ham bo'lmaysiz. Qiyinlarini birinchi qilardim, chunki Uxlab olib, kitoblar qo'yib, orqasiga telefon o'ynasangiz. Bitta dars qoldirsangiz, siz kamida 2-3 ta dars o'qiysiz. Darsni uchamiz, a? Assalomu alaykum qadrli winnerlar. YouTube kanalimizda sizni yana bir bor ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun Winners Insight loyihamizni keyingi navbatdagi sonini olyapmiz va bugungi mehmonimiz atigi 17 yoshda IELTSdan 7,5 ball olgan, shu noldan ingliz tilini o'quv markazimizda o'qib, mana IELTSgacha bo'lgan bir journeyni, ya'ni sayohatni bosib o'tgan shogirdimiz, haqiqiy winnerlardan bittasi Bahromjon bo'ladilar. Bugun Bahrom bilan uning ingliz tiliga nima uchun qiziqishni boshlagani, ingliz tili yo'li, IELTSdagi deylik o'sha qanaqa natijalarga erishgan va qanday erishganligi va bundan keyingi rejalari haqida gaplashamiz. Xudo xolasa yaxshi ajoyib bir suhbat bo'ladi. Bahromjon, xush kelibsan. assalomu alaykum siz. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Qani boshlaymiz. Birinchi shu ingliz tiliga kirib kelish haqida boshlaymiz. Ko'pchilikda ingliz tiliga qiziqish har xil yoshdan boshlanadi. Misol uchun kimdir deylik 1-2 sinfdan qiziqadi, kimdir 5-6 sinfdan, kimdir уже deylik уже o'qib, nimadir sertifikat olish kerak bo'lgan 9-10 sinfdan qiziqadi. Senda mana shu ingliz tiliga bo'lgan qiziqish necha yoshda boshlangan, qanday boshlangan? Ingliz tiliga qiziqish 1-sinfligimdan boshlangan desam bo'ladi. O'sha paytlarda akamlar oldimda turib, o'sha so'zlar yo'tattirardi, uyga vazifamni ingliz tilidan qildirardi. Keyin o'sha yaxshi o'qirdim. Maktabda ustozlar maqtashardi. Shuni hisobidan ham qiziqish bo'lgan, paydo bo'lgan shundan beri. Winnersga ilk kirib kelishing qachon bo'lgan va qanaqa kurs bilan kirib kelgansan? Bundan 2 yil oldin hamma o'quv markazlariga borib ko'rganman va ma'qul shu bo'lgan, Winners akademik bo'lgan va boshida 0 bo'lganman. Maftun opani o'sha 3 oylik intensiv kurslaridan intensiv grammar, 0lik intensiv grammar. O'sha 3 oylikda o'zi bizda shu ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Grammatika kurslarimiz 9 oy bo'ladi, 0 dan boshlanib o'sha IELTSgacha yetgunigacha. Va o'sha aynan yozda biz har kunlik kurslarni joriy qilganmiz, intensiv kurslar va o'sha yerda bolalarda natijasini tezroq chiqarishga harakat qilamiz. Endi o'sha intensiv kursdan keyin aniq bilan yaxshi baholar bilan o'tding va advanced grammarga qabul qilinganding. O'shanda o'sha men bilan dars boshlangan. Xo'p, endi mana shu grammatika kursi haqida gaplashaylik, keyinroq IELTSga o'tamiz. Mana shu grammatika kurs davomida nima narsalarni to'g'ri qildim, nima narsalarni noto'g'ri qildim deb o'ylaysan? Va hozir grammatika o'qiyotganlar nima qilishi kerak deb maslahat berasan? Grammatika aynan o'sha hozir o'qiyotganlar o'sha iloji boricha o'rgatilayotgan har bitta narsani yaxshilab o'zlashtirish kerak. O'sha paytda to'g'risini aytsam, qanaqadir perfeksionist bo'lganman. Har bitta narsani mukammal qilishga harakat qilganman-da. O'sha soatlab o'qirdim, ko'p yodlardim so'zlarni. Menimcha ko'p vaqt sarflaganim mana shu har bitta o'sha kitoblar ko'p o'tilardi. Hammasini mukammal qilishga harakat qilardim. Menimcha shu to'g'ri qilganman deb o'ylayman. Ko'p vaqt sarflab. Hozir o'rganayotganlar ham aynan IELTSdan yuqori ball olmoqchi bo'lsa, ana shu o'sha standart advanced kurslarda o'rganayotganlar berilayotgan har bitta narsani to'liq o'zlashtirish kerak, chunki har bitta o'rganayotgan narsasi IELTSga kerak bo'ladi. Bemalol ayta olaman, bemalol o'sha readinglarda, writinglarda asqotadi. Mana shu yerda to'g'ri gapni aytding. Mana hozirgi o'qiydiganlar aynan grammatika kursida ko'p shoshiladida. Misol uchun tezroq grammatikani tugatib, keyingi kursga o'tishga harakat qilishadi. Vaqt masalasida faqat bitta shu yerda e'tiboringizga olishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Qanaqa? Bu o'sha IELTS kurslari uchun baza, ya'ni asos bo'lib beradi-da. Ko'pchilik o'sha grammatikani yaxshi tugatmay o'qiydiganlar IELTS qismida ko'proq o'sha writing qismida va reading qismida juda ko'p qiynalishadi. Chunki o'sha baza yo'q. Ular IELTS imtihon strukturasini o'rganyapti, lekin o'sha narsani yaxshiroq bajarish uchun, yuqori ball olish uchun ularga o'sha so'z boyligi va grammatik strukturalarni yaxshi ishlata olish qobiliyatlari kerak bo'ladi. Va lekin bu asosiy bazalarni biz o'sha grammatika kursida o'qigan bo'lamiz. O'shani yaxshi o'qimaganlar IELTS kursida
2x ish qilishiga to'g'ri keladi. Ya'ni ham IELTS strukturasidagi vazifalarni qilish kerak, ham u yaxshiroq ball olish uchun o'sha grammatika vokabularni qaytadan takrorlab chiqishiga to'g'ri keladi. Hop, endi grammatika kursi tugadi. Undan keyin IELTS ga kirib keldik. Sen bilan yashil dunyodagi ilk qaldiqochlardan, ya'ni IELTS yashil dunyoda ochilgan IELTS guruhlaridagi ilk qaldiqochlardan mahrum hisoblanadi. O'sha yerda mana IELTS ga kirib kelding, mana birinchi IELTS darslarni boshlading. O'zingni qanaqa his qilding? Ya'ni ko'p IELTS ni boshlaganlarda shunaqa holat bo'ladi. Birinchi yuqori motivatsiya bilan boshlaydi, ya'ni yorib yuboraman, sindiraman degan motivatsiya bilan boshlaydi-da, vaqt o'tgani sari ko'ngil tushib boraveradi. Chunki materiallar qiyinlashib borganda shunaqa bir bosqich bo'ladi. Har bitta IELTS o'qiyotganimda qo'rqish bosqichi bo'ladi. Senda shunaqa bosqich keldimi? Qanchada o'tib ketdi? O'zing boshidan qanday his qilding? To'g'risini aytsam, menda umuman teskarisi bo'lgan hammasini. Birinchi kelgan payt sirazi qo'rquv boshlangan. Boshidan. Boshidan. Chunki men o'sha payt matematika ham o'qib yurardim-da. Eslab keta olamanmi degan menda shunaqa qanaqadir inglizlar aytganda doubt bo'lgan. Keyin naborot o'zimga ishonchim progressiv o'sha o'sib borgan. Ya'ni birinchi marta mock topshirganimda 7,5 chiqqan. O'sha shundan menda motivatsiya naborot o'rtasiga kelganda oshib ketgan. Xo'p, endi yana skilllar bo'yicha gaplashaylik. Endi men shaxsan bilganim bo'yicha men reading seni kuchli tomoning deb bilganman har doim. Nima uchun deganda, ko'p kuzatardim, readingda tahlillarni yaxshi qilib berarding va lug'at boyliging ancha yaxshi bo'lgani uchun va endi ana u reasoning deydi, ya'ni fikrlash qobiliyating yaxshi bo'lgani uchun readinglaring ancha yaxshiroq chiqqan deb bilaman o'zim. Bu endi kuzatuvlar. Endi sen o'zing qaysi skillni men kuchli deb bilasan? O'zimmi? Listening menda kuchli bo'lgan. O'zi listening 7,5 chiqib qolgan. Bundan oldingi hamma mokim, oxirgi topshirgan 4 ta mokim imtihondan oldin 8,5 chiqayotgandi. Lekin shu spelling ni deb shu kutilmaganda part 4 dan 3 ta xato qilib qo'yganman. Listeningim har doim baland chiqqan. 8,5, uyda ishlaganimda ba'zi 9 chiqardi. Listeningim va boya aytgandek shu readingim baland chiqardi. Shu ikkita skill menda kuchli deb o'ylayman. Reading chiqqanda imtihonda? 8,5. Demak, men aytgan kuzatuvlarim to'g'ri bo'lib chiqyapti. Ya'ni reading kuchliroq bo'lgan. Xo'p, endi savolni mana shu yerda listeningda beramiz. Keyin qolgan skillga o'tsak. Hozir aytyapsan, uyda har doim 8, mocklarda 8, 8,5, ba'zan uyda 9 chiqqan. Imtihonda 7,5 chiqdi va spellingda xato qilganimni evaziga dedik. Endi biz har doim birinchi listening boshlaganda part 1 va part 4 dan ishlashni boshlaymiz bolalar bilan. O'sha yerda birinchi o'rgatiladigan narsa spellingni to'g'rilash. Nima deb o'ylaysan, mana shuncha o'qiyotgan jarayonda nima uchun shuni yana ham yaxshi nima desak bo'ladi, mashq qilish bo'lmadimi yoki aynan nima uchun yana xato qilding? Masalan, biz chunki birinchi darsda listening o'rgatayotganda bolalarga aytamizda, ko'p o'quvchilar qiladigan xatolardan bittasi aynan spelling. Part 1 va part 4 listening eng oson qismi. O'sha oson qismida siz xato qilishingiz mumkin bo'lgan narsa spelling deb boshidan aytamiz. Ya'ni birinchi darslardan shu narsani aytamiz. Nima deb o'ylaysan? Shuncha harakat bilan ham bo'lib qanaqadir holat bo'ldiki, shunaqa xato o'tib ketdi. O'zimga keragidan ortiq ko'p ishlamay o'rganman-da. Listening Overconfidence. deya. Reading bilan writingga ko'p e'tibor berardim. Oxirgi 1 oyda o'zingiz guided approach bergandingiz, self study qilganman. O'sha iloji boricha ko'proq, mana shu 24 soat bo'ladigan bo'lsa, shu o'zimni demak IELTS ga writing, ayniqsa reading writinglarga e'tibor berardim. Lekin listeningdan ham qilardim. Baribir uncha ko'p e'tibor bermasdim. Chunki o'zimga ishonardim va shu bir ikkita o'sha teacherlar bor, onlayn teacherlar. Aytardida, menda ham moklarim 8,5 chiqadi, imtihonda 9 chiqqan deganda o'zimga ishonib olganman-da. Shuning uchun ham part 4 kelib keyin rasvo bo'lib qolgan. Endi readingga o'tadigan bo'lsak, boya aytdik 8,5 chiqqan. Savol quyidagicha: nima uchun reading 9 emas? Reading 9 emas, tahlil ko'p qilmaganim deb o'ylayman. Chunki full ishlardim. Full ishlaganimda ham baribir energiya bo'ladi-ku odamda. Misol uchun ertalab turib 3 soat speaking qildim deylik, keyin listening qildim bitta full. Bilmadim, readingga borganda uncha chuqur tahlil qilmasdim. O'sha qiyin savollar bo'ladi-yu. 37 ta chiqqan breakdown olganimda baribir o'sha bo'shliq bo'lgan, yetaricha o'zim ustimda ishlamaganman, ayniqsa shu tahlillarga kelganda. Menimcha shu tahlil qilmaganim deb o'ylayman. Xo'p, endiki men bunaqa savol beraman, aynan reading qismida. Hozir nima uchun 9 emas degan savol berdik, kamchiliklar aytish uchun. Lekin aslida 8,5 bu juda zo'r natija degani. Ya'ni reading qismidan C2 level, ya'ni reading qismida desak, o'sha 8,5 ga qanday erishding?
Masalan, hozir seni kuzatib turgan, kelajakda IELTS o'qiyotgan o'quvchilar yoki qachonki IELTS o'qiyotganda shu videoni ko'radigan o'quvchilar yoki hozir IELTS kurslarida o'qiyotgan o'quvchilarga aynan reading qismida qanaqa maslahatlar berasan? Aynan 8 olib olishlari uchun. Reading qismida men o'zi yozda pre-IELTS o'qib yurgan paytimda bizga materiallar berilardi. Aynan IELTSniki emas, CEFR shunga o'xshagan materiallar ishlardik. O'sha paytda 10 tadan misol uchun 6 ta, 7 ta chiqardi. To'liq chiqmasdi. Keyin shuni hisobiga o'shandan beri men lug'at yodlab kelaman. ELS degan kitob bor misol uchun. Shunga o'xshagan Resource degan kitob bor. Unda o'sha passagelar bor kichkina, tagida so'zlar bo'ladi, sinonim. O'shalarni yodlab, gap to'ldirish kerak bo'ladi, comprehension questionlar bo'ladi. O'shani IELTS davomida ham, o'sha yoz davomida ham faqat lug'at boyligimni oshirganman. Hozir pre-IELTS o'qiyotganlar yoki IELTS o'qiyotganlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanaqa kitoblardan qo'shimcha lug'at yodlash kerak. Bu ham comprehensionni oshiradi, ham lug'at boyligini oshiradi. U kitoblardagi so'zlar juda ko'p uchraydi. Xo'p, kel endi demak, sira emas listening reading ko'p o'quvchilar uchun nisbatan osonroq bo'lgan skill hisoblanadi, writing va speakingga qaraganda. Xo'p, speakingimiz necha chiqqan edi sen bilan? 7 ta. Imtihonda 7 ta qoldi. Ya'ni bu C1 level. Mana shu speaking haqida gaplashaylik. Nima deb o'ylaysan? Nima uchun 7 chiqdi? Nega yuqoriroq emas? Nega pastroq emas? Part 3 o'sha aytdim, self studyda guided approach bergandingiz, menga speaking hamma savolni ko'rib chiq degandingiz-da. Part 3da. Part 3 polniy. Ko'proq e'tiborni part 3ga ber degandingiz, lekin men o'sha part 3 yo'q emas savollar, qiyin edi-da. Part 2ni part 1ga ko'proq e'tibor berardim. Oxirgi mayda shu oxirrog'ida umuman qaramadim speakingga to'g'risi. Part 3 savollarga ayniqsa. Shu part 3da juda qiyin savollar berdi examiner. Ko'proq savol berishga harakat qildi. O'sha javobim qoniqarsiz bo'ldim unga. Keyin ko'proq savol berib tugatdi. Mana shu ham bitta narsani aytaman, har doim bolalarga aytganman. Agar siz speakingda 7 ta baland ball olmoqchi bo'lsangiz, 7, 7,5, 8 olmoqchi bo'lsangiz, part 3 muhim. Chunki part 1 va part 2da sizni chiroyli gapirganingiz, sizni yaxshi gapirganingiz, grammar va vocabulary ishlata olganingiz sizni maksimum 7 gacha olib chiqib beradi. Va part 3 sizni 7 dan balandga olib chiqib beradigan narsa part 3. Chunki unda siz fikrlash qobiliyatingiz, ancha murakkabroq bo'lgan mavzularda muloqot qila olish qobiliyatingizni belgilab beradi. Chunki har qanday tilda, nafaqat ingliz tilida, har qanday tilda C1 level degani murakkab bo'lgan mavzularda ham erkin fikrlay olish qobiliyatiga ega deganida. Va aynan mana shu narsani speakingda part 3 tekshiradi. Sizni murakkab bo'lgan mavzularda qanaqa fikrlay olish, ya'ni til jihatdan qanaqa o'sha fikrlay olgan narsangizni ifodalab bera olishingizni part 3 tekshiradi. Shuning uchun nafaqat bizda o'quvchilar, umuman mana shu IELTS ni o'rganayotgan, yaqin orada speaking, haqiqiy IELTS imtihoniga kiradigan o'quvchilarga shuni maslahat beraman. Part 3 ishlashingiz kerak. O'zingizda fikrlash doirangizda ma'lum bir mavzulardagi general knowledge'ingizni oshirib, uni ifodalab bera olish darajasida mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Endi xuddiki readingdagidek savol beraman. Nima uchun 7 dan baland ololmaganing haqida gaplashdik. Ya'ni part 3dagi xatolar va ustozlar aytgan qilmaslik. Mana shu narsa sababli 7 dan baland bo'lmadi. Endi masalan 7 ham aslida juda zo'r natijada. Ko'pchilik o'quvchilar orzu qiladigan natijalardan bittasi speakingda aynan 7 olish. Va endi savol quyidagicha, qanaqa qilib 7 olding, 7 gacha chiqa olding? To'g'risini aytadigan bo'lsam, aniq bitta map yo'q bu narsaga menda. O'sha 2 yildan beri ingliz tilini o'rganadigan bo'lsam, shunchaki o'zimni ingliz tiliga expose qilganman. Ko'p listening qilardim, ko'p boya aytgandek lug'at yodlardim. Misol uchun shadowing deydi, shunaqa texnikalar bor. To'g'ri qilganman, uncha ko'p qilmaganman ularni. Shunchaki general Englishim yaxshi bo'lgani, o'zimni ingliz tiliga expose qilganim menimcha shunga olib chiqqan. Mocklarda ham har doim yetib chiqardi. Keyin endi ko'p o'quvchilar nafaqat yoqtirmaydigan, balki yomon ko'radigan skill haqida gaplashamiz. Writing. Writingimiz necha chiqqanda? 7,5. 7,5. Ya'ni writing 7,5 bu shunaqangi natijaki, nafaqat o'quvchilar uncha-muncha anchadan beri shug'ullangan IELTS sferasida bo'lib yurgan odamlarda ham 7,5 ancha patolog hisoblanadi. Juda ko'pchilik uchun. Chunki writing 7,5 bu ancha kuchli va avtoritetli bo'lgan band hisoblanadi. Endi shu haqida gaplashadigan bo'lsak, har doim men writingni tekshirganda senga aytardim, tasti muhimroq, tastiga ko'proq e'tibor ber va tastga tushib qolmagan holatda. Nima deb o'ylaysan? Xuddiki boyagi sxemaga ketamiz. Nima uchun 7,5 bo'ldi? Balandroq bo'lmadi. Demoqchimiz.
Endi reytingdagi balandroq bo'lmaganligi haqida gaplashmaymiz. Shu 7,5 ga qanaqa chiqding? Chunki boya aytganda 7,5 bu уже ko'p 90-95% IELTS topshiruvchilar uchun patolog 7,5. Undan u yog'iga chiqish juda ham murakkab. Aynan nima uchun? Mana shu narsaga qanday erishsang 7,5 ga? Xo'p, 7,5 ga birinchi navbatda beriladigan uy vazifani hammasini qilardim. Umuman qoldirmaganman shu paytgacha, hammasini topshirardim, uy vazifani qilardim. Ikkinchisi xatolarni ustida ishlash, chunki boshida ayniqsa o'rganayotganda xatolar ko'p bo'ladi. Men aynan grammatik xatolarni emas, ma'noda, fikrlashda, ya'ni boyagi fikrni yetkazib bera olishda ham muammo bo'lishi mumkin. O'shani xatolar ustida ko'p ishlardim. Ustoz tekshirib bergandan keyin ham writingni olardim. Keyin ChatGPT bor, unga ham tashab, polni xatolarimni olib yozib chiqardim. Nima qilishim kerak, hammasini yozardim. Ya'ni ChatGPT suggestion berardi. Xatolar ustida ishlash birinchi navbatda, ikkinchisida faqat ustoz beradigan vazifalar bilan cheklanib qolmaslik kerak. Qo'shimcha strukturalar o'rganish kerak. Shunda menimcha baland chiqadi. Mana shu yerda writingda qiynalayotgan o'quvchilar uchun bitta maslahat berib ketaman. Writing bu shunaqa skillki, unda ko'proq yozib o'rganasiz, xuddiki speaking kabi. Ya'ni writingda bu qancha ko'proq qilsangiz, shuncha o'sadigan skill writing. Masalan, xuddiki ovqat pishirish kabi. Masalan, qancha ko'p ovqat pishirsangiz, ovqatingizda yaxshi chiqish ehtimoli shuncha balandroq bo'ladi. Va buni mib shunaqa. Siz yozasiz, bironta ustoziga, ya'ni o'zingiz ustozingiz uni tekshirtirasiz, checking qildirasiz, feedback olasiz va qilayotgan xatolaringizni to'g'rilab, o'rganib, protsessni qaytarasiz. Ya'ni yozasiz, tekshirtirasiz, feedback olasiz, xatolar ustida ishlaysiz va yana yozasiz. Mana shu yerda juda ko'p qaytarilgani sari sizning writingingiz o'sib boraveradi. Xo'p, endi mana deylik umumiy IELTS haqida, mana hozir har bitta skill haqida gaplashdik. Keyin bunaqa qilamiz o'quvchilar uchun. Mana shu savol quyidagicha. Deylik, mana hozir IELTS topshirding. Va mana shu hozir 1 yil davomida ishlading, nimalarnidir to'g'ri qilding, nimalarnidir xato qilding. Va 1 yil oldingi Bahrom, ya'ni IELTS'ni endi boshlayotgan, IELTS sayohatini endi boshlayotgan Bahromga va shunaqa bo'lgan o'quvchilarga mana shu hozirgi tajribang bilan beradigan 3 ta maslahating qanaqa bo'ladi? Birinchi beradigan maslahatim albatta General English. General English bu agar mustahkam zo'r bo'ladigan bo'lsa, xuddi kesimdek birinchi mokdan 7,5 chiqishi mumkin. Shuning uchun ham hozir o'qiyotgan bolalar, ayniqsa grammar o'qiyotgan bolalar bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha o'sha har bir ustoz o'rgatadigan hamma narsani iloji boricha mukammal o'rganishga harakat qilish kerak. Ikkinchi beradigan maslahatim bu dunyoqarash. IELTS da dunyoqarash ham juda katta rol o'ynaydi, ayniqsa writing task 2 va speaking part 3 da. Shuning uchun ko'proq maqolalar, podkastlar shu bo'yicha ma'lumot oladigan bo'lsa, dunyoqarashni oshiradigan bo'lsa, shu ham juda katta yordam beradi. Va uchinchisi, ustozni har doim aytganini qilish. Xuddi meni kesimda part 3 savollariga tayyorgarlik ko'rmaganim meni 8 dan olib qoldi deya olaman-da. Shuning uchun ham ustozni bergan har bitta aytganini qilish kerak, qo'shimcha ham qilish kerak. So'z aytgan qilinglar, kam bo'lmaysizlar. Xo'p, keyin endi imtihon kuni haqida gaplashamiz. Adashmasam, sen o'sha paper topshirgan eng oxirgi odamlardan biri bo'lganding, paper topshirganing. To'g'rimi? 7-iyun kuni. Paper topshirgan eng oxirgi kandidatlardan bittasi bo'lgandir. Keyin endi imtihondagi hayajon haqida gaplashamiz. Ya'ni real imtihon, undagi hayajon. Ko'p o'quvchilarda o'sha haqiqiy imtihon oldi, o'sha kuni juda qattiq hayajon bo'ladi. Masalan, men shuncha payt imtihon topshirgan bo'lsam, hali ham ozroq hayajon bor. Endi mana bunaqa narsa haqida gaplashaylik. Ya'ni biz harakat qilamiz maksimum ravishda o'quvchilarga mock imtihonlarni o'tkazib berish, o'zing ham qatnashgansan, hayajonni oldini olish, real imtihonga tayyorgarlik ko'rish, o'shanda hayajon juda kuchli bo'lmasligi uchun qanaqadir sharoitlar yaratib beramiz. Faqat haqiqiy imtihonni vibe, pressure, ya'ni bosimi baribir bo'ladi. Mana shunaqa hayajon birinchi navbatda senda bo'ldimi? Bo'lgan, lekin uncha dahshatli darajada emas. Chunki to'g'risini aytsam, bir kun oldin Medinstitutda bo'ladi. O'sha Medinstitutda bo'lgani uchun borganman. Bir kun oldin borib, o'sha yerda o'tirib, writing sample o'qib, o'zimni qanaydir environment bilan tanishtirganman desam bo'ladi.
balkim shuni hisobigami uncha o'zimda ham ishonch bor edi, chunki moklarim hammasi o'zim xohlagan natija chiqayotgandi. Bo'lgan, lekin uncha emas. Bu endi mainda, speakingdachi? Speakingda bo'lgan, chunki speakingga borganda ikkinchi etajga chiqqanimda уже topshiradiganlar mendan oldin topshiradigan speaking qilib turdi. Men hech kim bilan kelmaganman-da, partnyor bilan kelmaganman. Shundan oldin hayajonni yengish uchun speaking qilishim kerak edi, lekin aytgandek partnyorsiz kelganman. Shunga qanaqadir o'zim yolg'iz his qilganman. Shuning uchun ham bo'lgan. Hayajon bo'lgan. Yaxshi. Endi hayajon o'sha narsaning bir qismi, ya'ni imtihonning bir qismi. Faqat uni kamaytiradigan narsalar bor. Demak, Bahrom xatosini qilmaydi speakingga borayotganda, imtihonga. O'zingizning bir guruhdoshingizni olib oling. Agar o'sha imtihon kuni bir kimdir bilan birga topshirayotgan bo'lsangiz, u bilan boring yoki topshirmayotgan bo'lsangiz, ingliz tilini biladigan o'zingiz bir guruhdoshingizni olib olib, u bilan hayajonni sal yengish uchun savollar bir ko'p chiqishi kerak. Xo'p, endi Bahrom aka mana haqida gaplashamiz. Mana deylik 0 dan 1,5 yil ichida mana shu 7,5 natijaga chiqib keldik. Va mana shu yerda intizomni roli qanday bo'ldi mana shu natijaga erishish uchun? Biz endi o'quv markazida qattiqqo'llik, intizom degan narsalarni ilk o'rinlarga qo'yamiz va mana shuni roli qanday bo'ldi shu maqsadga, natijaga erishishingga? Juda katta rol o'ynadi. Ya'ni to'g'risini aytsam, so'zdan qo'rqardim. O'sha boshida grammatikada darsga kelmaganlarni ham juda qattiq jazolardingiz. Ya'ni bir kishini shunchalar jazolardingiz, boshqalarga o'rnak bo'lib qolardi-da. O'shandan beri har doim darsga qatnashardim. Har doim boya aytgandek mukammal darajada qilishga harakat qilardim. Intizomni roli juda muhim. Shu paytgacha o'sha 9 oy General English o'qigan bo'lsam, bir marta ham dars qoldirmaganman. Pre-IELTSda ham har kuni bo'lgan, qoldirmasdim. IELTSda oxirog'iga borib self study qilganda ozgina kelmay shunaqaroq bo'ldi. Darsga kelish muhim. Ya'ni hozir ayniqsa grammar o'qiyotganlar, General English o'qiyotganlar bitta mavzudan qolib ketadi, o'qimaydi, kelmaydi, qolib ketadi-da. O'sha bo'shliq paydo bo'ladi. O'sha juda yomon narsa. Shuning uchun ham tayyor bo'lmasa ham darsga kelish kerak, har doim qatnashish kerak. Shunday. Dars qoldirsangiz, bitta narsani o'quvchilarga aytib o'tay, dars qoldirsangiz, bitta dars qoldirsangiz, siz kamida 2 ta 3 ta dars yo'qotasiz. Ya'ni kelmagan darsingizda oldingi darsda savol-javob bo'ladi-da. O'shandan qolib ketasiz va yangi mavzudan qolib ketasiz. Yangi mavzudan qolib ketganingiz uchun undan keyingi darsda tayyor bo'lmay borasiz va tayyor bo'lmay borganingiz uchun undan keyingi mavzu tushuntiriladigandan o'zingizda sog'liq his qilganingiz hisobiga 2 ta 3 ta darsda yo'qotasiz. Mana shunaqa bo'lmasligi kerak, ya'ni har doim darsga kelish kerak. Demak, bu bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, Bahromning 7,5 natijasi shunchaki omad emas, qattiq mehnat, intizom, ustozlarning aytganini qilish va o'z ustida ishlash. Mana shu narsalar bilan 7,5 natijaga erishdik. O'zi aslida o'qituvchi sifatida hozir aytib o'tishim kerak, Bahromning darajasi, deylik, potensiali 8 dan kam emas edi. Va ma'lum bir oxiridagi xatolar va hayajon hisobiga 7,5 bo'ldi, lekin 7,5 ham juda ham ajoyib natija. Xo'p, Bahromjon, endi kelajakdagi rejalaring haqida gaplashaylik. Xo'p, ingliz tilidan tashqari adashmayotgan bo'lsam, matematika bilan ham faol ravishda shug'ullanib kelgansan, matematikani o'qib kelgansan. Demak, nima uchun o'zi matematikani o'rganyapsan ingliz tili bilan birgalikda? Mana matematikani. Kelajakdagi maqsad nima o'zi? Matematikani o'qish o'zi 7-sinfdan boshlangan. Shundan boshlaganman. Sababi o'sha birinchi navbatda chetda o'qish, essay job. Ikkinchisi esa baribir iqtisod yo'nalishiga qiziqardim o'sha vaqtlarda ham. Uning uchun matematika kerak, chet tili, matematika. Shuning uchun ham matematikani tanlaganman. Hozir ham matematika o'qiyman. Shu. Xo'p, chetga ketmoqchiman deding, qaysi davlatga ketmoqchisan? Buyuk Britaniya yoki Amerika? Amerika. Va nima uchun? Qaysi yo'nalishda? Endi iqtisod yo'nalishida degan aytding. Nima uchun aynan ketmoqchisan? Birinchi navbatda sayohat qilish yoqadi. Baribir odamni dunyo ko'rgisi keladi. Keyin bu yerda o'sha ta'lim sifati juda yaxshi deb aytishadi. Shuning uchun ham. Chetda o'qishni har bitta menimcha ingliz tilini o'rganishni boshlagan odam bir marta bo'lsa ham chetda ayniqsa Angliya yoki Amerikada o'qishni orzu qiladi. Xudo xolasa orzularingga tilakdoshmiz. Shu orzularingga erish nasib qilsin. Xo'p, endi boya SAT haqida gaplashdik. Menimcha hozir SAT o'qimaysan. Yo'q, hozir matematikani o'zini kuchaytiryapman. Qachondan SAT o'qish rejasi bor? Xudo xolasa shu kelayotgan dekabr oyidan SAT o'qiyman. Xudo xolasa SATdan ham yuqori natija olib, chet elda o'qishi aniq bo'lgandan keyin taxminan 1 yillarda Bahrom bilan bu podkastning yangi versiyasini olamiz, chet elda o'qish haqida.
Xo'p, endi Bahromjonki, oila haqida gaplashaylik. Oilani boyagi mana shu o'rni. Misol uchun shunaqa o'quvchilar bor, oilada ularga yaxshi podдержка, ya'ni support, qo'llab-quvvatlash bo'ladida. Ba'zi joylarda sal shu murakkabroq. Seni oilang bilan qanaqa vaziyat bo'ldi? Seni qanchalik darajada qo'llab-quvvatlashdi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ba'zi oilalarda shunchaki kurs to'lovlarini qilish bilan o'zi cheklaniladi. Ba'zida uni o'qish uchun qo'shimcha sharoitlar, unga hech qanaqa ish bermasdan, deylik, bir qulay atmosfera yaratiladi. Senda mana shu narsa vaziyat qanaqa bo'ldi? Bizda dadamlar har doim o'qishim kerakligini aytib kelgan. Menga o'zimga alohida xona bor. Xonani qulflab olib, faqat dars qilishga menga tipa volya berib qo'yilgan. Uyda hech qanaqa ish yo'q. Faqat shu dars qilishimga sharoit yaratib berishgan. Shunda shunaqa o'quvchilar bo'ladi, o'sha qulflab olib, kitoblar qo'yib, orqasida telefon o'ynashadi. Shunaqa narsa bo'lganmi yo'qmi senda? Bir marta desang. Yo'q. Qanaqa bo'lgan? Misol uchun 2 soat dars qildim. Dars qilgandan keyin qanaqadir ijtimoiy tarmoqqa kirib yoki o'yin o'ynagan bo'lishim mumkin. U ham bo'lsa dam sifatida bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin o'zimni aldamaganman. To'g'ri. Mana shunda ko'p o'quvchilar o'zini aldaydi-da. Dars qilyapman deb aslida telefonda o'ynab o'tirishadi. O'zingizni aldash eng yomon narsa. Ya'ni o'qituvchini aldash oson, ota-onani aldash oson, lekin baribir o'zingizni aldashingiz bu noto'g'ri. Xo'p, endiki mana bu haqida gaplashaylik. Dars qilish jarayonida har bitta o'rganuvchi o'ziga kerakli bo'lgan qanaqadir skilllardan, qanaqadir dars qilish yo'llari bor. Masalan, boya aytib o'tding, ma'lum bir vaqt dars qilib, keyin o'ziga ozod tanaffus qilish. Masalan, bu Pomodoro texnikasi bor. Nechadir daqiqa dars qilasan, keyin qisqa tanaffus, yana dars qilasan, qisqa tanaffus, yana dars qilasan, qisqa tanaffus, keyin bitta katta tanaffus olinadi. Bu bitta yo'l. Yana qanaqa shunaqa dars qilishchi yo'llarni sinab ko'rgansan? Birinchi navbatda to-do list qilardim. Nima qilishim kerakligini kun davomida yozib chiqardim vazifalarni. Keyin qiyin osonligiga qarab qiyinlarni birinchi qilardim, chunki qiyinlarni birinchi qilgandan keyin motivatsiya ko'proq bo'ladi-da keyin kun davomida. Shuni qilardim. Keyin ikkinchisi Pomodoro. Ko'p vazifa berilardi General Englishda ham. Shuning uchun ham uzoqroqqa borishim kerak bo'lgan. Pomodoro texnikasini ishlatardim. O'sha 30 minut, o'zi 25 minut-ku. O'zim moslashtirib olganman. 30 minut fokus, 5 minut dam. 30 minut fokus, 5 minut dam. Lekin bitta tomoni men katta dam olmasdim. 35 tugatguncha oxirigacha borardim. Mana shu ikkita. Молодец. Endi qanaqa qiyinchiliklar paydo bo'lgan mana shu dars qilish jarayonida? Masalan, shunaqa hech holat bo'lgan, masalan, o'quvchilarda shunaqa holat bor. Juda ko'p dars qilsa, уже deylik qanchadir muddatdan keyin burn out bo'lib qoladi, ya'ni qilgisi kelmay qoladi. Mana shunaqa holatda qanaqa yo'l tutgansan? Burn out har doim bo'ladi deya olaman. Shu paytgacha bo'lgan. O'shanda bitta narsani eslash kerak-da. Maqsad qo'ygan odam biladi shtobi qiyinchilik bo'lishini. O'sha paytda shunchaki o'zimga eslatardim. O'sha yil davomida qo'ygan maqsadimni alohida bitta kanal ochib yozib qo'yardim-da. Shu payt kirib maqsadimni o'qirdim. Chunki qiyinchilikda o'sha yengib o'tayotganda maqsadda odam o'ziga bir eslatib olish kerak-da. Nima uchun harakat qilayotganini. O'shandan motivatsiya olardim desam ham bo'ladi. Xo'p, endi keyin mana bunaqa narsa haqida gaplashaylik. Boya aytding, har kun darsga kelganman. Chunki 9 oy davomida bir marta ham dars qoldirmaslik juda kuchli intizom bo'lishi kerak-da. Ya'ni bu biz intizom ta'rif qilamiz, lekin o'sha biz ta'rif qilayotgan intizomning eng yuqori nuqtasida 9 oy davomida bir darsdan dars qoldirmaslik. Mana shu intizomga qanaqa qilib erishgansan? Misol uchun, to'g'ri aytishim mumkin, prosta darsga kelganman har doim. Baribir nimadirlardan voz kechishga to'g'ri keladi, nimadirlarni qurbon qilishga to'g'ri keladi. Qanaqa bo'lgan mana shu? Hamma o'ynagan singari shu o'yin o'ynardim. PUBG, Tudosida o'yinlar bo'lardi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, Instagramga ham kirganman, TikTok men o'sha paytda kirib yurardim. Hammasidan voz kechganman, o'chirib yuborganman. Undan oldin baribir xohish paydo bo'ladi-da ozgina muddatdan keyin. O'zim telefonni screen time bo'ladi. O'shani bir kunga 1 soat, 50 minut, 40 minut qilib kamaytirib, olib keyin o'chirib tashlaganman. Qurbon qilganim shu o'yinlar, ijtimoiy tarmoq, ko'chada oshnalar bilan oldinlar yurardim, shunga ham keyin shundan ham voz kechishimga to'g'ri kelib qolgan. Tushunildi. Xo'p, endi qara. Savolim quyidagicha. Mana hozir ingliz tilida juda ko'p dars qilgansan, matematikada dars qilgansan, ya'ni ingliz tilida kelib yurgan paytlaringda matematika o'qib yurgarding. Faqat keyin menimcha IELTS topshiradigan oxirgi 1-2 oy, adashmasam 3 oylarda sal pauza bo'ldi. Endi mana shu davomida time management qanaqa bo'lgan? Chunki abitgacha maktab borishing kerak.
va kurslarga borib kelish, kursda kamida 2,5 soat o'tirish bilan ham ancha vaqt o'tgan. Uyda dars qilishda time managementni qanaqa boshqargansan, vaqtni boshqarishda? Va shu bo'yicha qanaqadir maslahatlaring bormi? Aha. O'sha paytda maktabga borardim. Ertalab o'sha yozuv chizuv bo'lardi-ku. Maktabda qilardim. Oxir paytda o'tirib qilardim. Qilish oson bo'lgan ishlarda maktabda bo'lgan. Maktabda qilib borardim. Maktabdan keyin kelib, iloji bo'lsa 1 soat uxlab olardim. Чтобы effektivroq bo'lishim uchun kun davomida. Energiya to'lab olish uchun. Keyin shu kechgacha polniy dars qilardim. Keyin ertaroq turishga harakat qilardim. Shuning uchun ham obedda uxlab, kechqurungi uyquni kamroq qilardim. Shu bo'lgan. Keyin har doim shunaqa davom etgan. Ertaroq uxlash va yozuv chizish bo'lsa, o'sha maktabda qilib borardim. Ajoyib. Xo'p, endi keyin mana oilaning roli haqida gaplashdik-da, qo'llab-quvvatlash, boshqa. Endi xohlaymizmi yo'qmi shunaqa oilaviy tadbirlar bo'ladi. Qarindoshlardan oldiga borish, yakshanba kunlari qanaqadir tadbirlar yoki bayram kunlari qanaqadir yig'ilishlar yoki kimdirda to'y bo'lib qoladi, o'sha to'yga borish, xizmat qilish. Mana shunaqa holatlar qiynaganmi seni? Yo'q. Yangi yilda ham dars qo'ytirganman. To'y 2 yildan beri to'yga bormayman. Hech qanaqa to'y yo'q, faqat dars. Yangi yil kuni ham shu dars qo'yib o'tirganimni eslayman-da. Dictation qo'ytirdim listeningdan. Dasturxondagi narsalarni oz-ozdan olib, darsxonaga kirib, shunaqa olib bo'lgan. Ajoyib. Xo'p, endi Bahrom mana tepada sen bilan gaplashayotganimizda aytdik, o'zing bilan gaplashayotganimizda maqsad chetdagi universitet va agar diplomat universitetiga ham kirish, adashmasam, to'g'rimi? Nima uchun diplomat bo'lmoqchisan? O'sha boya aytgandek, boshida aytdim, sayohat qilish faqat. Diplomatlar ishi elchixonada o'sha boshqa davlatlarga ular elchi bo'lib boradi. U ham o'zimga yoqadi, ham iqtisod yo'nalishiga qiziqaman dedim. Ham jahon iqtisodiyoti, ham chetda sayohat qilish imkoniyati, chet ko'rish imkoniyati, shuning uchun ham. Demak, mana do'stlar, qadrli winnerlar, IELTS 7,5 sohibi Bahromning hikoyasi bilan tanishib chiqdik va e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zi aytgandek, IELTS 7,5 ga erishish unchalik qiyin narsa emas. Sizdan ikkita narsa talab qilinadi. Maqsad qo'yish va o'sha maqsad yo'lida intizom bilan, qat'iyat bilan, hech qanaqa chalg'ishlarsiz olg'a borish, winner bo'lish. Bahrom, kelganing uchun katta rahmat. Maqsadlaring va mana shu IELTS 7,5 yo'lidagi xatolaring va pluslaring bilan o'quvchilarimizga, winnerlarimizga bergan maslahatlaring uchun rahmat. Xudo xolasa maqsad qo'yishdan to'xtamagin. Diplomatiyaga yoki chet eldagi universitetga, o'zing orzu qilgan universitetga kirganingda xudo xolasa yana kelasan. Yana xuddi shunaqa uchrashib, yana bolalarga, yoshlarga, winnerlarga maslahat beramiz. Yangi uchun rahmat kujon. Winners Academy. Everyone can be a winner.